pulingni yo'qotsang, o'ylanib yurasan-da. Qayerda tushirdim-ekan? Nima bo'ldi ekan? O'ylanganda borku, esdan chiqib, pulingiz o'rniga kelgungacha o'ylanib yurasiz-da. Lekin topasiz. Bu pulni qanchasini topasiz o'ylanmang. Kuchingizni yo'qotsangiz, bir palvondan yengilib qolsangiz, bu kuchingizni ham qaytadan to'plashlikka bo'ladi-da. Lekin men aytarim, ko'pchilik yaxshilar, nomingizga dog' tushirmang, nomingizni yo'qotmang. Ota tegingizni, ota avlod, ona avlodlaringizni, familiyangizni yo'qotmang. Nomingizga dog' tushirmang-da. Ota avlodlaringizni, ona avlodlaringizni dunyodan o'tganlarning ruhlari, suyaklari sirqiraydi deydi.